Bugun sizlar bilan Toshkentning qoq yuragida joylashgan Amir Temur filialining yangi ochilgan ikkinchi binosini birgalikda obzor qilamiz. Ko'rib turganinglardek 3-qavatda bizning birinchi ochilgan filialimiz. Lekin hozir biz bu haqida emas, yangi ochilgan joyimiz haqida gaplashamiz. Qani, ketdik. Bu joyimiz ham Bahor restoranining yonginasida, Westminsterdan shundoqqina o'tib kelishga joylashgan. Ushbu filialimizga qayerdan kelsangiz ham qulay. Endi esa ichkariga kiramiz va o'quv markazi xonalari va atmosferasiga birgalikda baho beramiz. Qani ketdik. Kirib kelishingiz bilan sizni barcha savollaringizga javob beradigan xushmuomala va eng asosiysi sizga mos guruh tavsiya qila oladigan ofis menejerlarimiz kutib olishadi. Endi esa coworkingni ko'rib chiqamiz. Ushbu joy o'quvchilarimiz o'z ishlarida ishlashlari va tushunmagan mavzularni akademik support teacherlardan so'rab, qo'shimcha dars qilishlari uchun doimo ochiq. Ushbu joyimiz naqd 600 metr kvadrat bo'lib, 9 ta zamonaviy jihozlangan o'quv xonalariga ega. Endi esa sizlar bilan o'quv xonalari va dars jarayonlarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Bu uzun yo'lak bo'ylab qatorasiga xonalar ketgan va hozir barcha xonalarda dars jarayonlari bo'lib o'tmoqda. Siz ham shaharning qoq markazida joylashgan zamonaviy atmosferaga ega va kuchli instruktorlardan ingliz tilini o'rganmoqchimisiz? Unda sizni IELTS Zone o'quv markazida kutib qolamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Yaqin orada yangilik bilan qaytamiz. IELTS Zone. Aim for the highest.